Shoshilmay turing. Qanday idishni sira to'ldirib bo'lmaydi. Bo'lmadi, xudo xolasa. Savol o'qib e'lon qilaman. Bu juda lekin jiddiy savol ekan. Faqat chiroyli javob berishga harakat qilamiz. Hech kim yordam bermay tursin, iltimos. Iltimos, chetdagilar. Faqat ishtirok etayotganlarga sovg'a bor. Maylimi? Qaysi joyda daryolar suvsiz, shaharlar uysiz bo'ladi? Kim turingi? Opajon. Iltimos. Cho'l, xarita. Kim yordam beryapti? Sizlarga lekin aytmay qiyin savol beraman lekin. Juda qiyin savol beraman. Savol o'qib e'lon qilaman. Ikkita bo'ldi. Ko'z yumuq holda nimani ko'rish mumkin? Iltimos, hech kim yordam bermay tursin, iltimos. Rahmat, to'ppa, to'g'ri. Hozir xudo xolasa sovg'a mana shu ikki yigitimiz birinchi o'rinda turibdi. Bu qizimiz topdi. Bu qizimiz topdi. Nechta topdik? Iloj bo'lsa, qo'shimcha beramiz, ha? Xudo xolasa. Savolni o'qib e'lon qilaman. Faqat iltimos, bitta faqat ishtirok etayotganlar javob beraylik, iltimos. Maylimi? Ishtirok etayotganlar javob beramiz, ha? Sizlarga savol. Yuksalish savdo majmuasidan televizorda nima uchun xarid qilib olamiz? Ko'rish uchun. Yashang. Nima uchun xarid qilib olamiz? Ko'rish uchun. Tomosha qilish uchun. Yashang. Marhamat. Tomosha qilish. Ko'rish uchun. Tomosha qilish uchun. Yashang. Mana mayli, kim javob beradi? Yuksalish savdo majmuasidan televizorni nima uchun xarid qilib olamiz? Labay. Begallar 5 tasini aytasiz. Kim? Zerikmaslik uchun. Ko'rish uchun. Yuksalish Begallarni 5 tasini aytasiz. Maylimi? Kim? Kinolarni tomosha qilish uchun. Yashang. Tekin bermagani uchun sotib olamiz. Ya? Tekin bermagani uchun sotib olamiz, to'g'rimi? Rahmat. Ana endi juda ham oson savol. Maylimi? Faqat o'ylab javob beramiz. Maylimi? Bittalab javob beramiz. Bir kishi javob bersin, iltimos. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Shamol emas. Mas odam. Bosh bilan ochish mumkin-ku, bosh bilan. Sizlar, hop. Hozir biz birinchi o'rinda aniqlanib qoldim. Ikkitadan bo'ldi. Shuni qilishimiz kerak edi, haqiqatan ham. Shunday qilishimiz kerak edi. Savol. 5 ta barmog'i bor, bitta ham tirnog'i yo'q. Hey! Sendan so'rayotgan yo'q-ku. Indamay tur. Yine asyap kakirlaydi. Qarsagelarni qarsilab qo'yinglar. Rahmat. Endi nechta sovg'amiz bor? Nechtaman? 3 dona chiqadimi? Bo'ldi. Mana shu yigitimizga topshiring bering. Samirbekov. Isming? Baxtiyorjonga bitta sovg'a. Rahmat. Mana shu qizimizga bering. Rahmat. Qarsagelarni qarsilab qo'yinglar. Yana bitta sovg'a bormi? Yana bitta sovg'a bormi?
Yana bitta sovg'a bormi? Oxirida qizimizga. Oxiridagi qizimizga bitta sovg'a berib yuboring. Oxiridagi qizimiz, oxiridagi. Ikkita uchta javob berib tashladi. Endi meni qo'limda emas-ku. Rahmat. Husniddinjon akamizga navbatni beramiz. Yana ikkita. Faqat bitta narsani iltimos qilmoqchiman hozir mana shu yerda. O'g'il bola chiqib turamiz. Sabirbek, rahmat.